Yosh bolaga o'xshaysiz, haliyam oyoq kiyimingizni bo'ylab yurmaysiz. Hattoki Einstein ham oyoq kiyimini belashni bilmagan. Ketdingmi, janob Einstein? Xotiralar yuragimni kuydirmasin. Hayollarim Ishonamiz yo'qmizga. Qarindosh, bir minutga qarab. Siz chiqib turavering, hozir boraman. Ana yangi qiz yigit yo'qmikan? Hamma qiziqyapti, so'rachi men bilan gaplashmasmikan? Bilmasam, hozir to'xta so'rab kelaman. Menimcha menga qaramasa ham kerak. Suyunchisiga shikolat olib bersang, zo'r yangiligim bor. Qo'lichi hisob beraman, ayt-ichimni qizdirmay. Yigit yo'q ekan. U ham seni yaxshi ko'rashi kerak, nomeringni berib qo'ydim. Hali o'zi qiladi. Sen go'zallar go'zalsan. Men uchun bitta go'zalsan. Kim Mo'mintoy? Nima xizmati? Ana yangi kelgan Madinaxonni yaxshi ko'rib qolgandim. Shunga so'chi jo'natmoqchi edim. Bir dangasa bo'lsa, kuni bo'yi o'ynaydi tagidan ketmaydi. Qo'lidan telefon tushmaydi uni. Oilasi ham o'zimiznikiga sal mos bo'lganligi uchun so'ch jo'natay degandimda. Rahmat, xo'jayin. Keldingizmi? Birinchi uchrashuvda ham shunaqa kutib turasizmi? Chiroyli qizlar doim kuttiradi. Xo'p, siz nimaga kuttirdingiz? Boring, hazilingiz qursin. Yuring, undan ko'ra aylanamiz. Qalbimda gullar ochila boshlar, quvonchim ko'kka sochila boshlar, chunki sen borsan mening. Bugungi kun uchun sizga katta rahmat. Yosh bolaga o'xshab oyoq kiyimingizni bog'lamaganingizga qarang. Qaramay turing, hozir bo'ylab qo'yaman. Mayli, kim nima desa ham men fikrimdan qaytmayman. Chaqirtirganmisiz, xo'jayin? Nima bo'ldi? Hokim chaqirdi deb turading? Ko'rishgandim, o'qishingiz uchun sharoit qilib beramiz degandilar. Shunga ertagalikka sizdan javob so'ramoqchi edim. Javob kerak bo'lsa nima yandirdim? Borib ishlaringni bitirib kelaver. Avval kuni seni Mo'minjon so'ragan edi. Nimaga meni so'raydilar? Tinchlikmi? Seni yaxshi ko'rib topdi. Seni yomonlavordi. Nimaga meni yomonlaysiz? Sen bir chiroyli qiz bo'lsang, uni bunaqa yurishiga ishonmagin. Protezini ham o'zim olib berganman. 5 yildan keyin kelajagi bormi yo'qmi Xudo biladi. To'g'ri. Qara, Abduqodir ham gelik olibdi. Ha aka, 20 oy boshida. Malades, oma. Malades, oma. Qara kelyapti. Hozir uzr so'rataman. Muncha kech kelyapsan? Kecha o'zingizdan ruxsat so'radim-ku. Bor bo'lmasa ishlamay o'sha o'qishingda o'qiyver. Xo'p, xo'jayin, siz nima deysiz shu? Voy nonko'r. Biroz uzr so'rasa qaytarishga olardim-ku. Bormisan? Nimaga yo'qsa, nimaga o'zgarib olding sen? Hech qanaqa o'zgarganim yo'q. O'ylab qarasam, meni 800 ming oyligingiz bilan boqolmas ekansiz. Uni ustiga bir umr o'smaydigan oyog'ingizga qarab, ertaga ishonib yashamoqchiman. Menga esa yaxshi joylardan sovchilar kelyapti. Meni tushungandirsiz. Xo'jayin, sen uyga borib boshqa chiqib qoldilar. Ado bo'ldi bu sevgi, fido bo'ldi bu sevgi, maylida chiqsa tengi, ketaversin